Imkon fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va inson taraqqiyoti markazi. Polvon va Muborak Inamovna, psixolog, Samarqand viloyat nogiron ayollar uyushmasi Bulung'ur tumani bo'limi rahbari. Tashkilot nogironligi bo'lgan ayollarni birlashtirish, ularni jamiyatga to'liq yoki qisman integratsiyalash, boshqalar bilan teng imkoniyatlar yaratishga yordam berish, manfaatlarini himoya qilish va kasbga o'qitish, ish bilan ta'minlash faoliyati bilan shug'ullanadi. Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib boruvchilar. Bugungi tazyiq va zo'ravonliksiz inson taraqqiyoti podkastimizning mehmoni, demak, Samarqand viloyat nogiron ayollar uyushmasi Bulung'ur tuman bo'limi raisi Palvanova Muborak Inamovna bo'ladilar. Muborak Inamovna, xush kelibsiz biz bilan suhbatga. Biz turkum suhbatlarimiz davomida aynan tazyiq va zo'ravonlik holatlari va mana shu yo'nalishda jamiyatdagi mavjud muammolar, uni oldini olish bo'yicha aynan ekspertlar, mutaxassislarni fikrlarini o'rganib boryapmiz. Va bugun ko'proq siz bilan suhbatlashadigan mavzuyimiz aynan nogironligi bo'lgan xotin-qizlarni aynan tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish masalasi. Shu bilan birgalikda ularni turli xil kasb-hunar yo'nalishlarida qayta tayyorlash masalalari borasidagi o'sha fikrlar atrofida fikrlashamiz. Va birinchi beradigan savolim, xabarimiz bor, siz qator yillar aynan o'sha tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish, shu bilan birgalikda oila va xotin-qizlar tizimlarida faoliyat ko'rsatgansiz. Aynan o'zingiz mana shu faoliyatlaringiz to'g'risida qisqacha fikr bildirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Bizni eshitib turgan fuqarolarimiz, men 2010-yildan xotin-qizlarga maslahatchi bo'lib o'tganman. Mahallalarda ham ishlaganman. Mahallalarda ishlagan vaqtlarimiz ham shu 2017-yildan boshlab tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha viloyatimizda har bitta tumanlarda markazlar ochilishadigan bo'ldi. Birinchi shu Mohira Gulomovna boshchiligida Bulung'ur tumanidan shu tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollarga birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha markaz ochdik. Markazimiz hokimimiz Bahodir Bahromov bizga ko'p yaxshiliklar qildi hamda Oliy Majlisga grant yozdim. 30 million grant yozganimizdan keyin grantni birinchi yutib oldik. Grantga shu markazimizga kerakli shu nogiron ayollarimizni, keyin tazyiqqa uchragan ayollarimizga yordam berish uchun markazimizni tashkillashtirib, u yerga kerakli asbob uskunalar, anjomlar oldik. Keyin bu hokimimiz tomonidan ajratilgan joyda 5 ta xonadan iborat bo'lib, u yerda bolalar xonasini tashkil qildik. Shu tazyiq va zo'ravonlikka uchrab boradigan joylari bo'lmagan ayollarga yordam berib, shu yotoqxona tashkil qildik. Farzandlariga bolalar xonasi tashkil qildik. Shu 2017-yildan boshlab shu kungacha 2023-yilgacha ishlab keldik. Mohira Gulomovna bilan birgalikda 2023-yilda shu bitta viloyatda qoldi. Undan shu Mohira Gulomovna viloyatda shu tazyiq va zo'ravonlikka uchraganlar markazini ochgandan keyin u kishiga men mutaxassisligim psixolog bo'lganligi sababli psixolog bo'lib ishga o'tdim. Hamda shu viloyatimizdagi hamma tumanlardagi ayollarni tazyiq va zo'ravonlikka uchraganlarni oldini olish maqsadida har bitta tumanlarga chiqib seminarlar o'tkazdik, suhbatlar o'tkazdik. Biz o'sha zo'ravonlikka uchragan ayollarni anonim ravishda yordam ko'rsatdik, huquqiy yordam, psixologik yordam. Ularni markazlarga anonim ravishda yotqizib, ularga shu farzandlari bilan birgalikda oilasini saqlagan holda 1 oy mobaynida pulsiz ovqat, kiyim-kechak bilan hamda ularga psixologik yordam, huquqiy yordam, ijtimoiy yordam ko'rsatib
keyin shu mahallalari bilan birgalikda mahalla raislari, posbonlarni, uchastkovoylarni chaqirib birgalikda muammoni hal qilib oilalariga yarashtirish choralarini ko'rdik. Mana yaqinda men 2024-yil 20-avgustda Nogiron ayollar uyushmasini Samarqanddagi Bulungurdan bo'limini ochdim. Hozirgi kunda men Nogiron ayollar uyushmasini raisi bo'lganim bilan meni 30 ta a'zom bor. Shu Nogiron ayollar uyushmasini ichida ham birinchi, ikkinchi guruh nogironlarim bor. Ana shu birinchi, ikkinchi guruh nogironlarimizni ish bilan ta'minlash, ularni kasbga o'rgatish hamda oilalardagi tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish bo'yicha tushuntirish ishlari olib bormoqdaman. Yana shu bo'limimizdagi korxona ochib, MChJ ochib, shu Nogiron ayollar uyushmasi qoshida MChJ ochib, shu MChJni qoshida Nogiron ayollar uyushmasi hisobidan nogironlarimizni salomatligini hamda shu oiladagi farzandlarini sog'lom o'stirishda, jamiyatimizga sog'lom farzandlarni yetkazib berishda ularga yordam berish borasida salomatlik markazi ochmoqchiman. Ularni fitness barlar ochmoqchiman. Shularda ular nogironlarni hamda shu tazyiq va zo'ravonlikka uchraganlar ruhiy tomondan psixologik yordam ko'rsatib, ularga har tomonlama tushuntirish ishlari, suhbatlar o'tkazmoqchimiz. Hamda uyda qolgan ayollarimizni ish bilan ta'minlab, o'zlarini shu ish bilan ovunib, qancha ular ish bilan ta'minlansa, oiladagi tazyiq va zo'ravonlikka uchrash ham kam bo'ladi. Rahmat. Muborak inomni aynan tazyiq va zo'ravonlik psixolog sifatida fikringiz bugungi kunda qanchalik darajada muhim muammo? Chunki bugungi kunda ommaviy axborot vositalari orqali turli xil o'sha suhbatlarda ham ko'p eshitib turamiz, aynan o'sha tazyiq va zo'ravonlik holatlarini mavjudligi va uni qanday holatlari, qanday shakllari jamiyatda ko'p uchraydi. Masalan, hozir tazyiq va zo'ravonlik butun dunyo bo'yicha ommaviy axborotlarda ham mana hozir bizgacha yetib keldi. Zo'ravonlikka turlari oilada turmush o'rtog'idan zo'ravonlikka uchraydi. Yo bo'lmasa qaynonasidan, yo qaynotasidan, shu oilada yashayotgan fuqarolardan, yo qo'ni-qo'shnisidan ham uchrashi mumkin. Masalan, ishlayotgan ish joylarida ham zo'ravonlikka uchrashi mumkin. Lekin bizda hozirgi kunda ayollarimiz, yoshlarimiz ko'pincha jinsiy zo'ravonlikka ham ko'p qizlarimiz, ayollarimiz uchrayapti. Lekin shunga ham shu zo'ravonlikni oldini olish maqsadida hozir mahallalarimizda ichki ishlar bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Ularni oilasiga himoya orderi berilyapti. Ilgari bir oyga berilardi himoya orderi, shu zo'ravonlikni oldini olish bo'yicha. Turmush o'rtog'idan zo'ravonlikka uchragan bo'lsa, turmush o'rtog'iga nisbatan himoya orderi. Qaynotasi yo qaynonasi yo qayn ukalari yo bo'lsa qo'shnisidan zo'ravonlikka uchrasa, kim bo'lishidan qat'iy nazar shularga himoya orderi bir oyga berilardi. Hozirgi kunda qaror va farmonlarga asosan 1 yilga berilyapti. 1 yil ichida masalan o'sha zo'ravonlikni kamaytirish, oilalarda zo'ravonlikka qarshi kurash, o'sha oiladagi turmush o'rtog'imi, qaynota qaynonasimi shuni zo'ravonlikni his qilish, ayollarimizni zo'ravonlikka uchramasligini oldini olish. Aynan o'sha nogironligi bo'lgan shaxslar, ular ham zo'ravonlikka uchrashi mumkinmi? Agar uchrashi mumkin bo'lsa, ularga nisbatan qanaqa zo'ravonliklar mavjud? Nogironi bor ayollarimiz masalan Bulungurda 3 ta farzandi bilan ikkinchi turmush o'rtog'i bo'lgan noqonuniy oilada shu eri tomonidan zo'ravonlikka uchraganda ayolni har doim zo'ravonlik ishlatib, urib,
jismoniy zo'ravonlik ta'sirida nogiron bo'lib qolgan. Shu Mohira Gulomovnani markazga olib kelib yotqizdik. 6 oy davomida farzandlarni o'zini ish bilan ta'minladim. Farzandlarni maktabga joylashtirdik, bolasini bog'chaga joylashtirdik, psixologik yordam berdik, bepul shifoxonalarga yotqizdirdik, keyin nogironlik olib berdik. Lekin oxiri oilasini saqlab qolishda turmush o'rtog'i oxirgi kelib kechirim so'rab, oilasini saqlab qolaman, ikkinchi zo'ravonlik qaytarilmaydi degan taqdirda farzandlari bilan oilasini saqlab qolib, keyin yarashtirdik. Aynan o'sha ruhiy jihatdan ham qandaydir diskriminatsiya yoki shunaqa yo'nalishda ham nogironligi bo'lgan shaxslarga nisbatan zo'ravonlikka uchrashi mumkinmi shunaqa? Ha, bitta nogironlar hozir oilada aqli zaif nogironlar ham ko'pda. Aqli zaif nogironlar endi o'zlari bilmagan holda bo'ladi-ku, ular ham kimlardandir tazyiqqa uchrashi mumkin. Endi ular o'zlari bilmagan holda ruhiy nogironlar bilmagan holda nima qilishini bilmaydi-ku. Ular ham tazyiqqa uchrashi mumkin kimdandir. Endi ota-onasidan bo'lmagan taqdirda ham ruhiy tomonda. Atrof muhitga ham bog'liq ekanda bu. Atrof muhitga ham bog'liq, ha, shunday. Shunda atrofdagilarni tarbiyalash ko'proq kimni zimmasida? Endi yoshi kattalarni tarbiyalab bo'lmaydi degan fikrlar bor. Shunday. Lekin yillar davomida o'sha ko'ryapmiz, o'sha yangi urf-odatlar, yangi haligi fikrlar, yangiliklar umuman kirib kelishi bilan birgalikda o'sha zo'ravonlikni ham qaysidir turlari oshib boryapti. Xususan, mana ilgari kuzatilmagan narsa bu aynan kiber zo'ravonlik misol uchun. Mana shunaqa holatlari ham yuzaga kelyapti. Bu zamonning rivojlanishiga ham bog'liqmi? Bo'lishi mumkin. Zamonning rivojlanishiga ham bo'lishi mumkin. Lekin oldingi bo'lmagan zo'ravonliklar hozir shu butun dunyo bo'yicha ilgari ayollarimiz uncha chetga chiqmasdi. Chetga chiqish natijasida ham har xil zo'ravonliklar kirib kelyapti. Masalan, chetda ishlash uchun borishadi ko'plari, mana Turkiyaga, Suriyaga ketib qolganlar bor. O'zimiz mana Suriyadan prezidentimiz qancha anolarni olib keldi, qancha zo'ravonlikka uchragan shular ham. Farzandlari uchragan zo'ravonlikka bo'lishi mumkin. Nima qilsa bo'ladi aynan jamiyatda? Nima qilsa bo'ladi shu zo'ravonliklarni kamaytirish uchun? Shuni zo'ravonlikni kamaytirish uchun oilalarda har bitta oiladachi nima deydi, ayol ishlasa, ish bilan shug'ullansa, turmush o'rtog'i ham ish bilan shug'ullansa, jamiyatda o'z o'rni bo'lsa, zo'ravonlik kamayadi. Nima uchun? Oilada turmush o'rtog'i ishlamasa, ikkinchi guruh nogironi bo'ladimi, birinchi guruh nogironi bo'ladimi, ayol bo'ladimi, u ham ishlamasa, oiladagi mablag'ga kelib taqaladi. Zo'ravonlikni eng anoz turi shunday bo'lishi mumkin. Lekin oilada masalan ishlagandan hech qanaqa zo'ravonlik chiqmaydi. Chunki ish bilan shug'ullanadi, ertalabdan kechgacha ishda bo'ladi, kechqurun keladi, oilada o'zini farzandlarining tarbiyasi bilan shug'ullanadi, ota ham, ona ham. Men o'ylaymanki, har bitta insonni ish bilan ta'minlansa, oilada zo'ravonlik kamayadi. Demak, iqtisodiy jihatdan, iqtisodiy tomonlama demak asosiy ahamiyat beriladigan bo'lsa, aynan bugungi kunda nogironligi bo'lgan ayollar qanday turdagi tadbirkorlik shakllari bilan shug'ullanishi mumkin? Hozirgi kunda nogironlarimiz, birinchi, ikkinchi guruh nogironlarimiz ham ishga loyaqatliklari tikuvchilik bilan shug'ullanyapti, zardozlik bilan shug'ullanyapti, masalan nima deydi, tadbirkorlik bilan shug'ullanyapti,
oilasida ko'plar tadbirkorlik bilan qandolatchilik uyda o'tirib farzandlarini tarbiyasi bilan birgalikda shu qandolatchilik o'zlarini qandolatchilikdan har xil pishirib topshirishyapti. Keyin oziq ovqat mahsulotlari uylarida hozir ko'plarini mana nogironlar, ikkinchi guruh nogironlarni bilaman, uylarida oilaviy tadbirkorlik ochib turib 3-4 xil mana somsa xamirlari, lag'mon chiqarishyapti, magazinlarga topshirishyapti. U ham oilaviy byudjetga yaxshi. Rahmat. Aynan ma'naviy sohada biroz gaplashaylik. Bu zo'ravonliklarni kelib chiqishini asosiy sabablari ma'naviy sabablari qayerda? Bu oiladagi o'sha munosabatlardami yoki atrof muhit, qishloq, mahalla, umuman jamiyatdagi mana shu, chunki zo'ravon o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi-da. Zo'ravon o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Mahalla ham bog'liq. Nimaga deganda mahallada hozir 7 talik bor. Mahalla ham har bitta xonadondagi ayollarni oilaviy muammolarni o'rganib chiqsa zo'ravonlik kamayadi. Mahallaga ham bog'liq. Jamiyatimizda har bitta inson o'zi uchun yashash uchun shu zo'ravonlikni kamaytirish uchun jamiyat ham bog'liq. Mahalla ham bog'liq. Hokimiyat ham bog'liq. Masalan, zo'ravonlikni qilyapti, lekin masalan ichki ishlar ham bog'liq. Hamkorlikda hamma ishlasa, hamkorlikda bo'lsa zo'ravonlik kamayadi. Mana eri urib pachag'ini chiqaradi ayollarda. Qayga borishini bilmaydi, ikkita bolasini yetalab o'z joniga qasd qilyapti. Nima uchun? Shunday ayollar, nogironlar bor, ota-onasi yo'q, akani qo'lida yashaydi, lekin turmush o'rtog'i zo'ravonlik, jismoniy zo'ravonlik ko'proq hozir. Har doim jismoniy zo'ravonlik, ruhiy zo'ravonlik. Seni hech kiming yo'q. Seni o'ldirib tashlasam ham hech kim hech nima qila olmaydi degandan keyin oxiri o'z joniga qasd, suiqasd ko'payadi. Shuning uchun jamiyatimizda mahallani ham roli, ichki ishlar, hammasi hamkorlikda ishlasa zo'ravonlik kamayadi. O'zi zo'ravonni qiyofasi qanday bo'ladi? U ko'proq agressiv bo'ladimi yoki yumshoq fikrlar bilan ham zo'ravonlik bo'lishi mumkin? O'zi uni qiyofasi qanday tartibda sizni fikringiz bo'yicha siz qanday tasavvur qilasiz? Zo'ravonlik aytadi-ku, ko'cha xandoni, uy zindoni. Masalanda ko'chada, oilada yashagan inson biladi. Biz bilmaymizki zo'ravonni qandayligini. Ko'chada yaxshi, oilasida lekin zo'ravonlik qilishi mumkin. Kim qanday? Oilada yashagan inson biladi. Shundaylar bor, oliy ma'lumotli, jamiyatda masalan ishlaydi, lekin oilasida zo'ravonlik qiladi. Farzandlariga nisbatan, oilasida turmush o'rtog'iga nisbatan ana shunday. Ular endi bilmadim, qandaydir ularni davolash, jamiyat davolash kerak. Mana boya bir fikrni aytdingiz, aynan o'sha ishga kirish masalasida ham umuman ayollar, nogiron, shu jumladan nogironligi bo'lgan ayollar ham tazyiqqa uchrashi mumkin. U qanday shaklda ko'rinadi? Masalan, ish joyida ham tazyiqqa uchrashi mumkin-da. Qandaydir aytadi-ku, o'rtada yakkalash, qandaydir rahbar tomonidan tazyiqqa uchrash, ana shunday bo'lishi mumkin. Ayollarni ishga olmaslik yoki ishga olishni kechiktirish, bu ham kiradimi buni? Bo'ladi, tazyiqqa. Masalan, puli yo'q, ishga keldi, ko'p rahbarlar sizni deydi, to'g'ri kelmas ekan, ma'lumotingiz bunday bo'lar ekan, yo bunaqa ekan, endi bo'lishi mumkin. Korxonalarda hamda ba'zi bir men o'zim nechtasini korxonaga olib borganman, gilam zavodiga. Yo'q, bular yoshi o'tib qopti, yo bo'lmasam biz 30 yoshgacha olamiz, shunaqa chegaralangan bo'lishi mumkin. Lekin ayollar endi farzandlarini aytadi-ku, tarbiyalash uchun birorta ish bilan mashg'ul bo'lsa, erlari ham ularga tazyiq o'tkaza olmaydi degan
fikrdamanda. Chunki oilada hamma narsa mablag'ga kelib taqaladi. Ash mablag' bo'lsa, ikkita tomonda ishlab tursa, farzandlari uchun ham, tarbiyasi uchun ham, oiladagi munosabat uchun ham tazyiq bo'lmasa kerak deyman. Aynan nogironligi bo'lgan ayollarni mana shu tazyiq va zo'ravonlikdan himoyalash bo'yicha huquqiy mexanizmlar mavjudmi? Biror bir o'sha qonunchiligimizda Hozir mana prezident qarorlari chiqyapti. Nogironlarni ish bilan ta'minlashda, tadbirkorlikda soliq to'lanmaydi. Keyin nogironlarni masalan uylari bo'lmasa, uy berish, ularni ijtimoiy uylar bilan ta'minlash, shu mahallalarda hozir inson markazlari ochildi-ku. Shular ijtimoiy xodim, har bitta mahallalarga ijtimoiy xodim qo'yildi. Shu nogironlar bilan ijtimoiy muhtoj, kam ta'minlangan oilalar bilan ishlash uchun. Ular qanday o'zlarini qonun qoidalari, chiqqan farmonlari bilan yordam berishi mumkin. Hozir nogironlarga mana yoshlar bor-ku, nogiron qizlarimiz. Ularni oliy mana qarorlardan oliy yurtlariga, shundayga suhbat yuzasida institutlarga, universitetlarga, o'quv yurtlariga oladigan. U ham prezidentimiz chiqargan qonunlari toza ham katta, yaxshi. Ular nogironlar uchun. Jamoatchilik nazoratini roli qanchalik muhim bu borada? Ya'ni o'sha atrof muhit, o'sha hoji otalar, hoji onalar bor o'sha mahallalarda. Jamoatchilik ham hozir mana oqila ayollar bor mahallalarda, hoji ona, hoji otalar. Ana shu zo'ravonlik bo'lgan oilalarga mahallalar bilan birga hamkorlikda ishlasa, ishlayapti ham ko'p joylarda. Mana o'zim ham mahallalarda shu borib turib yordam beramiz. Ularni ham hamkorlikdagi ishlari qancha ko'p bo'lsa, zo'ravonlikni oldini olishga yaxshi yordam beradi. Aynan mana shu zo'ravonlikka uchrash ehtimoli bo'lgan nogironligi bo'lganlar, xususan siz ishlaydigan nogironligi bo'lgan ayollar qanday yordamlar olishi mumkin? Sizni tashkilotingizdan, umuman jamiyatdagi boshqa tashkilotlardan ularda qanaqa imkoniyatlar bor, qanaqa huquqlari bor? Hozir nogiron ayollarga masalan nogironlar jamiyatidan shu tadbirkorlikni ochish uchun ularga har bitta anosiga subsidiyalar ajratilyapti. Subsidiyalarni olib turib shu o'zlarini ishlarini, tadbirkorligini yuritish uchun ularga keng hozir ishlar bo'lyapti jamiyatimizda masalan. Va yana bir psixologik holatlarni ko'rib chiqsak, aynan o'sha bugungi kunda aynan mana shu zo'ravonlik holatlarini nisbatan ko'p kuzatilayotgani bu xotin-qizlarning huquqiy bilimini yetishmasligiga ham bog'liqmi yoki yo'qmi? Bog'liq. Buni oldini olish uchun aynan nima qilish mumkin? Xotin-qizlarimizni shu kasbga yo'naltirishda, o'zlarini bilimini oshirishda, shu markazlar ochib, ularni o'qitishimiz kerak. Nimaga desangiz, bilimli ayol baribir oilada ham, hamma joyda o'zini farzandlarini tarbiyalashda ham, kecha prezidentimiz aytdi-ku, bitta ayolni o'qitsang, oilada hammani o'qitgan bo'lasan. Chunki bilimli ayol har tomonlama nima deydi, farzandlarning tarbiyasida ham, o'zini tarbiyasida ham yuqori saviyaga ega bo'ladi degan umiddaman. Va bugungi suhbatimiz davomida aytilmagan fikrlaringiz bo'lishi mumkin. Shu bilan birgalikda agar o'sha keng jamoatchiligimizga siz aytadigan fikrlaringiz, murojaatlaringiz bo'ladigan bo'lsa va zo'ravonlikka uchrash xavfi bo'lgan ayollarimizga biror bir fikringiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat, so'z sizga. Zo'ravonlikka uchraydigan ayollarimiz, lekin zo'ravonlikka uchragan bilan ular hammaga namoyon qila olmaydigan ayollarimiz ham ko'pda. Chunki erkaklarimiz oilada zo'ravonlikka uchraganlar chiqib mahallaga ayta olmaydi
yo bo'lmasam mana 11:42 deymiz bizni markazimizda, hamma respublikada ham shu qo'ng'iroq qilinglar deydi, lekin ular farzandlarini, oilasini o'ylaydi. Nimaga deganda zo'ravonlikka uchradi deb turib mahallaga borsa yo bo'lmasa markazda bir oy yotib kelsa, hech qachon turmush o'rtoqlari uni qabul qilmaydi. Nimaga deganingizda biz o'zbek urf odatlarimizga nisbatan erkak kishi ayolini bir oy farzandlari bilan boshqa yoqqa ketib so'zsiz undan so'roqsiz ketsa qabul qilmaydi. Shuning uchun men ayollarimizni zo'ravonlikka uchramasliklarini, lekin ayollarimizga ham bog'liq 100% hamma bir xil emas. Zo'ravonlikka ayollarimiz o'zlari ham sababchi bo'lib qolishi mumkin. Ko'plarida nima uchun deganda ko'plari endi oilada erkak kishi bir pog'ona baland deydi. Oilada aytganingizdek bilimli bo'lsa, o'qimishli bo'lsa, oilada shu erkak kishini, oilada yashayotgan qaynota qaynonalarini, oilasidagi hammasini hurmatini joyiga qo'ysa, o'zini vazifasini bilsa ayol hech qachon zo'ravonlikka uchraydi deb o'ylamayman. Lekin ba'zi birlar qaynona qaynotani hurmatini joyiga qo'yishni bilmaydi, o'zini vazifasini bilmaydi, lekin erni hurmat qilmaydi, zo'ravonlikka uchraydi. Ba'zi bir erkaklarimiz shunday psixologik, ruhi tomondan ishdan charchab keladi oilada, nima chiqadi? Zo'ravonlik chiqadi. Ovqat qilmaydi yo bo'lmasam ayollar hozir mana telefon chiqqan, telefon ham ko'p zo'ravonlikka uchraganga sabab bo'lmoqda. Nima uchun? Oilada xotin kishi, ayol kishi o'z vazifasini vaqtida bajarib, farzandlarini tarbiyasini o'z vaqtida bajarib, har bitta insonni hurmatini joyiga qo'ygan ayol zo'ravonlikka uchramaydi degan fikrdaman. Va bu yerda farzandlar oilalarda o'sib kelyapti. Asosiy o'sha oilaviy munosabatlarni yaxshi bog'lash uchun ko'proq qizlar tarbiyalab boriladi. Keyinchalik o'sha jamiyatga kirib borgandan keyin zo'ravonlikni ko'proq o'sha o'g'il bolalar katta bo'lgandan keyin sodir qilish holatlari ham uchrayapti-da. Shu sababli ham aynan mana shu zo'ravonlikni oldini olish bo'yicha bolalarga, aynan o'g'il bolalarga kichkinalikdan qandaydir bir tavsiyalarmi yoki tarbiyani usullarini berib borish muhimmi sizning o'rningizda? Aynan qaysi yo'llar orqali qilsa bo'ladi ota-onalar farzandlarini tarbiyalash uchun? Ota-onalar farzandlarini tarbiyalash uchun birinchi mehr berish kerak. Farzandni aytadi-ku, qush uyasida ko'rganini qiladi. Lekin oilada har kun janjal bo'lsa, farzandlar onadan bezmaydi. Lekin ota mehr bermasa, otani qandaydir nima deydi, vazifasi yo'q bo'lib qoladi-da. Agar ota farzandlar uchun o'zi nima deydi, namuna bo'lish kerak. Ona ham, ota ham. Agar oilada ota bilan ona namuna bo'lsa, farzandlar ertaga jamiyatimizda oqil, jamiyatimizda eng yaxshi insonlar bo'lib chiqishi mumkin. Lekin o'zlari namuna bo'lmasa, farzandni hozir ota-onalar o'zi namuna emas. Ba'zi bir oilalarda har kun janjal, har kuni urush. Onasi ishlab topib keladi, otalar ishlamaydi ko'plari. Erkaklar ishlamagandan keyin u farzandlar oilada ko'ryapti otani. Ertangi kunda qaytar dunyo deb qo'yibdi. Ertangi kunda farzandlar o'sib boradi. Farzandlarga tarbiya berish, ertaga ularni o'qitish kerak, ilmli qilish kerak. Lekin o'zlari ilmsiz bo'lgan ota-ona qanday qilib bolalarni ilmli qila oladi? Shuning uchun hech bo'lmagan taqdirda ota ham, ona ham bilimli bo'lish kerak. Bilim olmasa, bilimli oilada hech qachon tazyiq bo'lmaydi. Oilada. Masalan, ko'plar o'qimagan. O'qimagan oilalarda ham yaxshi farzandlar bor. Nima uchun? Ota, ona tarbiyani yaxshi beryapti. Kelajakda farzandlarini yoshlikdan aytadi-ku, tarbiya ona qornidan boshlanadi. Beshikdan ham deydi. Lekin ona qornida, homilada ona kitob o'qisa, farzand bilimli bo'ladi keyinchalik.
endi beshikdan deydi, beshikdan ham mayli, beshikdan keyingi farzandlar, hozir shunday farzandlarni bilaman, mana 48 yil davlat ishida ishlab kelyapman, ota onasini urib pulini olib qo'yadigan farzandlar bor. Ular endi qanday farzand? Lekin ota ona ulardan hech qachon haligi xafa bo'lmasin. O'zi bermagan tarbiyani. Ota ona tarbiyani ana shu boshidan bersa, erta mas'ulini mevasini oladi. Lekin hozirgi shunday oilalarda ko'p ota mehrini ko'rmaydi. Bulung'ur tuman nogiron ayollar uyushmasini qoshida MCJ korxona ochmoqchiman. Shu korxona o'z ichiga 10 ta bo'limlarni tashkil qilar ekan. Birinchi shu nogironlarimni salomatligini ruhiy tomondan salomatlik markazi ochmoqchiman. Ikkinchi fitness bar. Ular shu salomatlik markazining ichida fizioterapiyasi bor, massaji bor, psixolog o'zim, yana 2 ta hamshiramiz bor, keyin haligi asablarni tinchlantiradigan massajni asboblarimiz bor, uzilarimiz bor. Undan keyin tikuvchilik xonasi ochmoqchiman. Bir 15 ta tikuvchim bor. Shularni ish bilan ta'minlamoqchiman nogironlarni. Keyin salon, go'zallik saloni ochmoqchiman. Unda ham bir 5-6 ta salonchilarimiz bor. Keyin 2 ta nogironim bor. Ular shunaqa chiroyli gullar yasaydi. Ularga magazin ochib bermoqchiman. Bitta nogironim taqinchoqlar yasaydi. U ham menga ham magazin ochib bering deb anav qilyapti. Undan keyin dietetический oziq-ovqat shu mahsulotlari fitness barni oldiga ochmoqchiman. Keyin sport kompleksi ochmoqchiman. Shu nogironlarimizni nogiron aravachalarda kelganlarni shu etapma-etap davolanishiga, xudo xolasa. Keyin nogironlarimizni o'quv markazi ochaman. Shu mutaxassisligi yo'qlarni o'qitib, markaziy sertifikat beramiz deyapman. Hamshiralar kursi, kompyuter kursi, keyin tadbirkorlik kursi. Bu amalga oshirmoqchi bo'lgan loyihangiz, boshlagan loyihangiz kelgusida boshqa ayollarga ham o'zini yordamini beradimi? Chunki mana bu sizni markazingizda o'qigan va umuman o'zini mahoratini oshirgan nogironligi bo'lgan ayollar ustoz shogird bo'lib ham boshqalarga ham yordam berishi mumkin. Masalan, ular o'zlarini o'qib sertifikatlar olib malakasini oshirgandan keyin boshqa shogirdlar ham bo'lishi mumkin. Har bitta, masalan, bizda 55 ta mahalla bor Bulung'ur tumanida. Ana shu 55 ta mahalladan bittadan nogironimiz o'qigan taqdirda ham 10 tadan bo'lsa 500 tasini o'zidagi bo'lgan bilimlarni 500 kishiga ustoz bo'lib shogirdlarni qilishi mumkin. Va bugungi suhbatimizdan yakuniy xulosa qiladigan bo'lsak, demak, zo'ravonlikka uchrashi mumkin bo'lgan aholini toifasini ajratish qiyin ekan. U xoh ayol kishi bo'lsin, xoh nogironligi bo'lsin, xoh bola bo'lsin, hattoki erkaklar ham o'sha zo'ravonlik, bolalar ham hozir tazyiqqa uchrayapti. Shunday bo'lishi mumkin ekan. Va bu muammolarni oldini olishda aytib o'tganingizdek, davlat va jamoat tashkilotlari hamkorlikdagi faoliyati va bu o'rinda mana sizga o'xshagan tadbirkorlarning o'rni ham nihoyatda muhim ekan. Va bugungi kunda aynan tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lgan yoki tadbirkorlikni amalga oshirayotgan o'sha aholi qatlamlarimizni ham aynan shu muammo jamiyatda borligiga e'tiborni qaratish qanchalik muhim? Siz fikringiz bo'yicha. Ko'proq shu yordam berish kerakda. Hamma qo'limizdan kelgancha yordam bersak, shu muammoni hal qilishga erishamiz. Men shu korxonani ochishdan maqsadim shu nogironlarimni mana Samarqand xotin-qizlar assotsiatsiyasiga a'zoman, shu chet elga chiqarmoqchiman.
ko'rgazmalarini nogironlarimni o'zlarini ishlarini ularni shunday haligi nima deydi ruhiy tomondan oilalarida o'zlarini yaxshi ko'rishini o'zini qilayotgan ishlaridan mamnun bo'lishini xohlayman. Katta rahmat Muborak Inomullo bugungi mazmunli suhbatingiz uchun. Sizni aynan xotin-qizlarni huquqiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan rivojlanishi borasida amalga oshirayotgan va kelgusida amalga oshirmoqchi bo'lgan loyihalaringizga muvaffaqiyatlar tilaymiz va mana shu sizday jamiyat uchun yonib yashaydigan shiddatli ayollar ko'paysin. Har doim sog' salomat yuring. Kattakon rahmat.